Do'stlar, mana yana tushgan savol, original tushgan savol 28-fevral birinchi seminarda. Yaxshilab e'tibor berasizlar. Misoli javobini yo'tlab qolamiz. Agar chin ishlanishini bilmasak, qaranglar. Sharti bo'yicha A va B shaharlar orasidagi masofa 275 km. A shahardan bitta mashina 20 km/s tezlikda yo'lga chiqadi. B shahardan esa 50 km/s tezlikda yo'lga chiqadi. Mana bu 15 daqiqa dam oladi. Ikkalasi kesishgan joygacha, ikkalasi uchrashgan joygacha Bdan chiqqan avtomobil qancha yo'l masofa bosib o'tadi degan savol bergan. Yaxshilab e'tibor beramiz. Endi bu qanaqadir T soat vaqt o'tsa, bu 15 daqiqa. 15 daqiqa degani bu 1/4 soat degani. Ya'ni mana shuncha vaqt bosib o'tadi. Biz mana buni tezligiga ko'paytirsak, 20 T minus 5 bo'ladi va T ni 50 ga ko'paytirsak plus 50 ta T bo'ladi. Bu bizga jami 275 km masofani beradi. Shunda 70 ta T teng bo'ladi 280 ga. T ning qiymati 4 ga teng 2 ga kelib chiqadi. E'tibor bersang, savollari ancha osonlashgan. Bizda nimalarimizda, e'tirozlarimizda eshitdimi deyman. T kara demak bizga 4 kara 50, bizga 200 degan javobimiz to'g'ri bo'ladi. Like bosishni, obuna bo'lishni unutmanglar. Shunaqa sertifikat original savollarni men o'zimga ko'rsatib beraveraman.